Yangi O'zbekiston bog'ini orqa tarafidagi mahallaga kelganimizda, qadrdonlar, Mirzo Ulug'bek tumani 207 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu 2 qavatli uyimizni sotuvga qo'yilgan. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Har doimgidek kelinglar, kiraverishdan boshlaymiz. Uyimizdagi kiraverish yopiq naves qilingan darvozaxonamizni ko'rishingiz mumkin. Kirganimizda o'ng tarafda bizni kattagina yashil hududni ko'ramiz. Uyimizning orqa tarafida ham kichkina hovli desak ham bo'ladi qoldirilgan va yon tarafida ham yo'lak qoldirilgan. Endi sekin-astalik bilan uy ichiga kirib, sharoitlarini, planirovkasini, hammasini ko'ramiz. Ketdik. Xo'p, mana uyga ham kirib oldik. Kirganimizda o'ng tarafdagi birinchi xonamiz bu yotoqxona bo'ladi. Har bitta xonada konditsionerlar ham qo'yilgan ekan. Shinamgina biz holni ko'ramiz. Bu yoqdan birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalarni ko'ramiz va buni yonginasida bo'lsa, biz kattagina keng mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Mehmonxonamizda ham konditsionerlar qo'yilgan, yashash uchun tayyor holatda uyimizda. Shunda kelasizlar, yashaysizlar. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra sotilayotgan uy bu yoqda zinani tegini ko'rishingiz mumkin. Uy egalari bundan hozir foydalanishyapti va plus uyimizda hop 1 2 3 4 5 6 ta o'nta monitor bor ekan, 6 ta kameralar ham o'rnatilgan ekan. Endi navbatdagi xonamiz bu yoq tarafda bo'ladi. Bu oshxonamiz. Shinamgina bu yoqda 4 kishilik stol, stul ovqatlanib o'tiriladi. Mebel, texnika, kir-moshina, hamma narsalar tayyor. Endi uydagi ba'zi bir narsalarni uy egalari bilan kelishgan holatda o'zingizlar do'g'ri qilaverasizlar va bu yoqdan biz orqa hovliga chiqishimiz mumkin. Orqa hovlida endi shunaqa joy qoldirilgan uyimizda havo aylanishini va xonalarga yorug'likni tushib turish uchun. Endi ikkinchi qavatni ko'ramiz, ketdik. E'tibor beringlar, ikkinchi qavatimizga chiqqanimizda bu yoq tarafga yo'lagiga kattagina konditsionerlar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Endi birinchi ko'radigan xonamiz bu yoq tarafda bizda garderob bo'lyapti. Uzungina katta garderobimizda joylashgan ekan. Bu albatta zo'r kiyimlar qo'yish uchun. Endi navbatdagi xonalarimiz bo'lsa, bu yoqdan bolalar uchun mo'ljallangan birinchi bu o'g'il bolalar uchun moslashtirilgan yotoqxona bo'ladi. Shuni yonginasida deyarli xuddi shunaqa ko'rinishda bu qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Va buni yonginasida bo'lsa, biz ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, vanna xonalarni ko'ramiz. Kattagina keng ekan, shaxsan o'zimga yoqdi. Endi oxirgi xonamiz mana zinadan chiqqanimizda o'ng tarafda bo'ladi. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamiz orqali biz kattagina keng balkoniga ham chiqishimiz mumkin. Qadrdonlar, uy egalarining nomerini, uy narxlarini video opisaniyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar.